qurmoqchi bo'lgan binoyingizni yengil konstruksiyadan rejalashtiryapsiz. Biz bugun aynan Farg'ona shahrida o'z hovlilarini buzib, mana shunday yengil konstruksiyali bino qilib turgan mijozlarimizni obyektlariga tashrif buyurdik. Do'stlar, ortimda turgan bino yer maydoni 1000 kvadrat, umumiy hisobda devor hamda tom qismiga 2000 kvadrat sendvich panel ishlab chiqarib berganmiz. Dizayn holatiga to'xtalib o'tsak, ko'rishlaring mumkin. Ranglarni mokri rangda qilib berganmiz va tepa qismini talablardan kelib chiqib, logolarni fon qismiga seri rangda qilib berganmiz. Sendvich panellarni ko'rishlaring mumkin. Logolarni yopishtirganlardan keyin ajrab juda ham chiroyli holatga keladi, xudo xolasa. Bundan tashqari parametrlari 10 sm qanlikda 14 plotnishli teraplast materialda tayyorlangan sendvich panellar ishlab chiqarib berganmiz. Do'stlar, nima uchun aynan sendvich panel ishlatishyapti ushbu binomizga? Birinchi o'rinda vaqt masalasi. Ushbu binoni boshlashganiga xudo xolasa 1 oydan biroz ko'proq muhlat bo'ldi va undan tashqari issiqlik izolyatsiyasi. Bilasizlar, sendvich paneli izolyatsiya materiali penoplast bo'lsin, xoh bazalt bo'lsin, boshqa mahsulotlarga qaraganda juda ham yuqori bo'ladi va aynan sizga qishda issiq, yozda salqin havoni ta'minlab beradi ushbu binodan. Uchinchidan narx masalasi. Do'stlar, bizda shunday mijozlarimiz bor. 5-6 yildan beri barcha qurilishlarni sendvich paneldan qilib kelishyapti. To'g'ri kelsa, faqat sendvich paneldan boshqa mahsulotga o'tishgani yo'q, xudo xolasa. Do'stlar, siz ham agarda mana shunday yengil tepli konstruksiyali binolarni qurishni reja qilayotgan bo'lsangiz, albatta ushbu raqamlarga qo'ng'iroq qilib, sifatli sendvich panellarga buyurtma bersangiz bo'ladi. Videoga like bosib, bizga obuna bo'lib qo'ying. Albatta o'z kanalimizda sizlar uchun barcha sendvich panel hamda qurilish borasidagi yangiliklarni ulashib boramiz.